Agar siz har oy mobil aloqa uchun ko'proq pul to'layotganingizni sezayotgan bo'lsangiz, internet tez tugab qolsa, daqiqalar yetmasa yoki negadir balansim yana kamayibdi deb hayron bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun men ko'pchilik bilmaydigan, operatorlar esa odatda katta reklama qilib ko'rsatmaydigan yashirin arxiv yoki maxsus tariflar haqida gapiraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u har birimizning cho'ntagimizga bevosita ta'sir qiladi. Kimdir bir oyda 10 ming so'm tejaydi, kimdir 20 ming, kimdir esa oilasi bilan yiliga bir necha 100 ming so'mni bekorga sarflamaydi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi holatda eski tarif foydali, qaysi holatda yangi tarif yaxshiroq, qanday tuzuqlar bor, qanday qilib operator ilovasidan, JAL markazdan yoki ofisdan aniq ma'lumot olish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlar ko'pincha odamlar kech bilib qoladigan mavzulardan. Oldin mobil operatorlarning tariflari ancha sodda edi. Falon narxi falon miqdor daqiqa, falon miqdor SMS va falon miqdor internet berilardi. Odamlar ham shunga qarab tanlardi. Masalan, kimdir ko'proq gaplashsa, daqiqasiga ko'p tarif olardi. Kimdir Telegram, YouTube, Instagram ishlatsa, internet ko'p paket tanlardi. Tariflar kamroq, shartlar oddiyroq, tushunish osonroq edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Operatorlar yangi tariflarni chiroyli nomlar bilan chiqaradi. Cheksiz, premium, mega, super, plus, online pro kabi nomlar ishlatiladi. Reklamada esa eng chiroyli tomoni ko'rsatiladi. Katta gigabaytlar, ilovalar uchun trafik, bonuslar, kechasi internet, ijtimoiy tarmoqlar, cashback yoki boshqa qo'shimchalar. Lekin mayda shartlar bor. Abonent to'lovi qachon yechiladi? Paket tugasa nima bo'ladi? Internet tezligi cheklanadimi? Berilgan cheksiz haqiqatan cheksizmi yoki ma'lum chegaradan keyin sekinlashadimi? Tarifga qayta ulanish mumkinmi? Arxivga o'tib ketgan tarifni ushlab turish shartini bularni hamma ham o'qimaydi. Eng muhim narsa shuki, ba'zi eski tariflar yoki ommaviy reklama qilinmaydigan tariflar ayrim odamlar uchun hozirgi mashhur tariflardan ancha foydaliroq bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma uchun bitta tarif eng yaxshi demayman. Aksincha, ekspert sifatida shuni aytaman. Har bir odamning aloqa odati boshqa. Kimdir oyiga 5 giga ishlatadi, kimdir 2 giga. Kimdir faqat qo'ng'iroq qiladi, kimdir umuman telefon qilmaydi. Kimdir 2 sim ishlatadi. Kimdir oilasidagi hammaning raqamini bitta operatorga o'tkazgan. Shuning uchun tarif tanlashda reklama emas, real foydalanish hisobga olinishi kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda yashirin tarif deganda nimani tushunish kerakligini aniqlab olaylik. Ko'p hollarda bu so'z xil holatni bildiradi. Birinchisi arxiv tariflar. Ya'ni operator ilgari taklif qilgan, hozir esa yangi ulanish uchun yopilgan tarif. Bunday tarifda bo'lgan abonent undan foydalanishda davom etishi mumkin, lekin chiqib ketsa qaytib kira olmasligi mumkin. Ikkinchisi maxsus segment tariflari. Masalan, talabalar, nafaqaxo'rlar, korporativ mijozlar, internet do'kon orqali raqam olganlar yoki muayyan hududdagi abonentlar uchun beriladigan takliflar. Uchinchisi shaxsiy takliflar. Ya'ni operator ilovada sizning raqamingizga alohida faqat siz uchun degan taklif chiqishi mumkin. Kim birinchi navbatda xavotir olishi kerak? Menimcha, har oy avtomatik tarzda abonent to'lov yechilib ketadigan, lekin paketlardan to'liq foydalanmaydigan odamlar. Masalan, siz oyga 6 ming so'm to'laysiz, tarifda 30 giga internet bor, lekin aslida oy oxirida 20 giga ishlatilmay qoladi. Demak, siz keragidan ortiq paketga pul to'layapsiz. Bunday holatda sizga 35 yoki 40 ming so'mlik tarif yetarli bo'lishi mumkin. Bir oyda 20 ming so'm farq kichik ko'rinadi, lekin necha oyda 20 ming so'm bo'ladi. Agar oilada katta raqam bo'lsa, bu deyarli 20 million so'mga yaqinlashadi. Ikkinchi xavotir olish kerak bo'lgan guruh internetni tez tugab, keyin qo'shimcha paket sotib oladiganlar. Masalan, tarifingiz 45 ming so'm ichida 10 giga internet bor. Har oy yana 25 ming so'mlik qo'shimcha paket olasiz. Natijada asl xarajat 60 ming so'm bo'ladi. Siz esa hali ham o'zingizni men 25 minglik tarifdaman deb o'ylaysiz. Mana shu yerda xatolik bor. Tarifni alohida emas. Bir oylik umumiy xarajat bo'yicha baholash kerak. Agar 6 ming so'mga sizga 3 yoki 4 giga beradigan boshqa tarif bo'lsa, hozirgi tarif foydasiz. Uchinchi guruh qo'ng'iroqni ko'p qiladiganlar. Bugun ko'pchilik internetni ko'p ishlatadi, lekin hali ham savdo qiladigan,
ustachilik bilan shug'ullanadigan, taksi yetkazib berish, xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydigan odamlar telefon orqali ko'p gaplashadi. Masalan, usta bir kunda 20-30 ta mijozga qo'ng'iroq qiladi. Tarifda operator ichida daqiqalar ko'p, lekin boshqa operatorlarga daqiqa kam bo'lsa, xarajat oshadi. Yoki aksincha cheksiz qo'ng'iroq faqat tarmoq ichida bo'lsa, siz esa mijozlarning yarmi boshqa operatorda bo'lsa, cheksiz so'zi sizga real foyda bermaydi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning tarifingiz arzon, o'yiga kerakli internet va daqiqani to'liq qoplayotgan, qo'shimcha pulli xizmatlar ulanmagan, balansdan tushunarsiz yechimlar bo'lmayotgan bo'lsa, shoshilinch almashtirish shart emas. Ayniqsa eski arxi tarifda bo'lsangiz va u sizga mos bo'lsa, uni asrab qolish kerak. Chunki ayrim eski tariflarda hozirgi tariflarga qaraganda abonent to'lovi pastroq, paket shartlari esa yetarlicha bo'lishi mumkin. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ba'zi arxi tariflarda paket tugagandan keyin megabayt narxi juda qimmat bo'lib qoladi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misol ko'ramiz. Birinchi misol, talaba yigit. U asosan Telegram, YouTube, Instagram ishlatadi. Darsga borib kelishda video ko'radi, lekin qo'ng'iroq kam qiladi. Uning tarifida 20 gigat umumiy internet 1000 daqiqa, narxi 5000 so'm. U oyiga atiga 5000 daqiqa gaplashadi. Lekin internet 20 gigat yetmaydi va yana qo'shimcha 10 gigat sotib oladi. Umumiy xarajat 7000 so'mga chiqadi. Bunday odamga daqiqasi kamroq, lekin internet ko'proq bo'lgan tarif foydaliroq. Yoki ayrim maxsus yoshlar, talabalar tariflarida ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida trafik bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim savol bor. Ijtimoiy tarmoq ichidagi video, tashqi havolalar, reklama, brauzer orqali kirish ham bepul trafik hisoblanadimi? Buni tekshirmasa odam menda Instagram bepul deb o'ylaydi, lekin uning internetdan trafik ketishi mumkin. Ikkinchi misol, nafaqadagi ota yoki ona. Ular ko'p internet ishlatmaydi. Ko'proq farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Telegramdan xabar yuboradi. Ba'zan video qo'ng'iroq qiladi. Bunday odamga 5 gigabayt internetli qimmat tarif umuman kerak bo'lmasligi mumkin. Oyiga 23 so'mlik sodda tarif yetarli bo'ladi. Lekin ko'pincha farzandlar internet ko'p bo'lsin deb qimmat tarif ulab qo'yadi. Ota-ona esa o'sha internetning taqsimi foizini ishlatmaydi. Bu bevosita ortiqcha xarajat. Uchinchi misol, kichik tadbirkor. U bir raqamni ish uchun ishlatadi, reklama beradi, mijozlar bilan gaplashadi, messenjerdan fayl yuboradi. Unda paket tugab qolsa, bu shunchaki noqulaylik emas, daromadga ta'sir qiladi. Masalan, usta yoki salon egasi mijoz qo'ng'irog'ini o'tkazib yuborsa, buyurtmani yo'qotishi mumkin. Bunday holatda eng arzon tarif har doim ham eng foydali emas. Barqaror aloqa, yetarli daqiqa, yetarli internet va balansda har doim abonent to'lovi uchun pul bo'lishi muhim. Ba'zan 10 ming so'm qimmatroq tarif ish odamiga ko'proq foyda keltiradi, chunki aloqa uzilmaydi. To'rtinchi misol, oilaviy foydalanish. Uyda 4 kishi bor. Ota, ona, 2 farzand. Har kim alohida tarifda, har kim oyiga 6 ming so'm to'laydi. Umumiy xarajat 220 ming so'm. Ba'zi operatorlarda oilaviy guruh umumiy internet ulashish, korporativga o'xshash paketlar yoki bir nechta raqamga bonus beradigan takliflar bo'lishi mumkin. Lekin hamma operator buni bir xil nomlamaydi va hamma taklif ham reklamada katta chiqmaydi. Shuning uchun oila bo'lib hisob-kitob qilganda alohida tariflardan ko'ra guruhli yechim arzon tushishi mumkin. Ammo bu yerda ham tuzoq bor. Agar bitta asosiy raqam abonent to'lovini to'lamasa, qolgan raqamlarda ham xizmat cheklanishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik. Yashirin yoki arxiv tarifni qidirishda odamlar ko'pincha 3 ta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi xato faqat abonent to'loviga qarash. Masalan, bir tarif 35 ming so'm, boshqasi 20 ming so'm. Ko'pchilik avtomatik tarzda 35 minglikni arzon deb o'ylaydi. Lekin 35 minglik tarifda 5 giga internet bo'lsa, siz oyga 20 giga ishlatsangiz, baribir qo'shimcha paket olasiz. Natijada u 20 minglik tarifdan qimmatga tushadi. Shuning uchun men doim 3 ta raqamga qarayman. Oylik abonent to'lovi, real ishlatiladigan internet hajmi, paketdan tashqari narx. Ikkinchi xato cheksiz so'ziga ishonib qolish. Cheksiz tariflarda ko'pincha adolatli foydalanish siyosati bo'ladi. Ya'ni ma'lum miqdordan keyin tezlik pasayishi, ayrim servislar cheklanishi yoki modemda tarqatish bo'yicha cheklov bo'lishi mumkin. Masalan, telefoningizda internet yaxshi ishlaydi, lekin hotspot qilib noutbukka ulasangiz, tezlik past bo'lishi yoki alohida shart qo'llanishi mumkin. Shuning uchun
Cheksiz internet deganda men doim so'rayman. Tezlik qachon pasayadi? Kunlik limit bormi? Torrent yoki fayl yuklash cheklanadimi? Boshqa qurilmaga tarqatish mumkinmi? 3-xato. Tarif almashtirganda eski imtiyozni yo'qotish. Juda ko'p odamlar ilovada yangi tarifni ko'rib, bundan yaxshiroq ekan deb bosadi. Keyin bilsa, eski tarifi arxiv bo'lgan, unga qaytib bo'lmaydi. Men buni eng xavfli holatlardan biri deb bilaman. Agar siz eski tarifda bo'lsangiz, avval uning to'liq shartlarini yozib oling. Abonent to'lovi, internet, daqiqa, SMS, bonuslar, paket tugagan keyingi narx, amal qilish muddati. Keyin yangi tarif bilan solishtiring. Faqat shundan keyin almashtiring. Yana bir nozik jihat, ayrim tariflarda abonent to'lovi har o'tin kunda emas, kalendar oyda yoki ma'lum davrda yechilishi mumkin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda farq qiladi. Masalan, 3,5 kunlik tarifda to'lov har 3,5 kunda yechiladi. Kalendar oy tarifida esa oyning sanasiga qarab vaziyat o'zgarishi mumkin. Shuningdek, balansda yetarli pul bo'lmasa, paketlar to'liq faollashmasligi, xizmatlar kunlik rejimga o'tishi yoki internet megabayt bo'yicha yechilishi mumkin. Mana shu joyda odamlar balansimni yeb qo'ydi deb shikoyat qiladi. Aslida esa abonent to'lovi vaqtida to'lanmagan va tizim paketdan tashqari narxni qo'llagan bo'ladi. Qo'shimcha pullik xizmatlar ham alohida mavzu. Ba'zan odam tarifdan norozi bo'ladi, lekin muammo tarifda emas. Ulanib qolgan xizmatlarda bo'ladi. Masalan, musiqa, gudoq, obuna, kontent xizmatlari, reklama, SMS orqali tasdiqlangan xizmatlar, ilova ichidagi pullik paketlar har oy 5,000, 10,000, 15,000 so'm shularga ketishi mumkin. Odam esa buni tarif qimmatlashdi deb o'ylaydi. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin albatta pullik xizmatlarni tekshirish kerak. Yana bir tuzoq bonus internet va asosiy internet tartibi. Ba'zi tariflarda 1 gigabayt deb yoziladi. Lekin uning 1 gigabayt umumiy internet, 3,5 gigabayt faqat kechasi yoki faqat ma'lum ilovalar uchun bo'lishi mumkin. Agar siz kechasi internet ishlatmasangiz, bu bonus sizga deyarli foydasiz. Yoki messenjerlar uchun bepul deyiladi. Lekin ovozli video qo'ng'iroq yoki fayl yuklash umumiy trafikdan ketishi mumkin. Shuning uchun paket tarkibini alohida o'qing. Roaming masalasini ham unutmaslik kerak. Agar siz tez-tez chet elga chiqsangiz, oddiy tarifdagi shartlar roamingda ishlamasligi mumkin. Chet elda internetni bexosdan yoqib yuborish katta xarajatga olib keladi. Shuning uchun safarga chiqishdan oldin alohida roaming paketini ulash yoki mobil internetni o'chirib qo'yish kerak. Bu ham tarif tanlashda muhim, ayniqsa ish bilan ko'p yuradiganlar uchun. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, oxirgi o'tkunlik foydalanishingizni tekshiring. Operator ilovasiga kiring. U yerda odatda sarflangan internet daqiqalar, SMS, abonent to'lovi va qo'shimcha xarajatlar ko'rinadi. Agar ilovada batafsil ko'rinmasa, shaxsiy kabinetga kiring yoki kol markazdan so'rang. Sizga 3 ta raqam kerak. Oyiga nechta GB internet ishlatdingiz, nechta daqiqa gaplashdingiz, umumiy qancha pul sarfladingiz. Ikkinchi qadam, pullik xizmatlarni tekshiring. Ilovada xizmatlar, obunalar, pullik xizmatlar, ulangan xizmatlar degan bo'limlarni qidiring. Siz tanimagan xizmat bo'lsa o'chiring. Agar o'chirishni bilmasangiz, operatorga qo'ng'iroq qilib, mening raqamimda barcha pullik qo'shimcha xizmatlar ro'yxatini ayting va kerak bo'lmaganlarni o'chirib bering deb aniq so'rang. Bu gapni umumiy aytmang, aynan barcha pullik xizmatlar deb ayting. 3-qadam. Hozirgi tarifingiz arxiv yoki yo'qmi? Aniqlang. Kol markazga qo'ng'iroq qiling yoki ofisga boring va shunday so'rang. Mening joriy tarifim yangi ulanish uchun ochiqmi yoki arxiv tarifmi? Agar men boshqa tarifga o'tsam, keyin qaytib ulana olamanmi? Bu savol juda muhim. Agar operator qaytib bo'lmaydi desa, shoshilmang. Avval solishtiring. 4-qadam, operatorning rasmiy sayti va ilovasidagi barcha tariflarni ko'ring. Faqat reklamadagi tarifga qaramang. Barcha tariflar, arxiv tariflar, maxsus takliflar, internet tariflar, ovozli tariflar, yoshlar uchun korporativ, oilaviy kabi bo'limlarni tekshiring. Ba'zi takliflar faqat ilovada chiqadi. Ba'zilar faqat yangi SIM karta olganda, ba'zilar raqam ko'chirishda, ba'zilar esa operator ofisida aytiladi. 5-qadam, o'zingiz uchun oddiy hisob-kitob qiling. Masalan, siz oyiga 25 giga internet va 300 daqiqa ishlatasiz. Endi tariflarni shunga qarab saralang. 1000 daqiqa kerak emas, agar siz 300 daqiqadan oshmasangiz. 100 giga internet kerak emas, agar siz 25 giga ishlatsangiz. Lekin 20 gigabayt tarif ham sizga yetmaydi.
Chunki keyin qo'shimcha paket olasiz. Demak, sizga 34 ming giga atrofidagi tarif mos bo'lishi mumkin. Mana tarif tanlashning to'g'ri usuli shu. 6-qadam, agar siz operator ofisiga borsangiz, hujjatlaringizni oling. Raqam sizning nomingizda bo'lsa, pasport yoki ID karta yetarli bo'ladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, tarifni o'zgartirishda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, raqamni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Ayniqsa bank kartalari, Telegram, davlat xizmatlari, ish akkauntlari shu raqamga bog'langan bo'lsa, raqamning kim nomida ekanini nazorat qilish juda muhim. 7-qadam. Operatorga yozma murojaat qilishni biling. Agar balansdan tushunarsiz pul yechilsa, nega pulim ketdi deb og'zaki janjallashish o'rniga aniq so'rov qiling. Falon sanadan falon sanagacha raqamim bo'yicha mablag' yechimlari tafsilotini taqdim etishingizni so'rayman. Qaysi xizmatlar, qaysi tarif, qaysi obuna bo'yicha yechim bo'lganini ko'rsatib bering. Buni ilova chatida, rasmiy sayt orqali yoki ofisda arza sifatida berish mumkin. Shunda sizda javob yozma qoladi. 8-qadam, tarifni almashtirishdan oldin skrinshot oling. Bu juda oddiy, lekin foydali. Hozirgi tarif shartlari, yangi tarif shartlari, abonent to'lovi, internet miqdori, daqiqalar, amal qilish muddati ko'rsatilgan sahifalarni saqlab qo'ying. Keyin tushunmovchilik bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Ayniqsa aksiya tariflarida bu muhim. Chunki aksiya tugagach shartlar o'zgarishi mumkin. 9-qadam, oilaviy tekshiruv qiling. Faqat o'zingizniki emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz raqamini ham ko'ring. Ko'pincha eng katta tejash aynan oila ichida chiqadi. Masalan, otangiz oyiga 7000 minglik tarifda, lekin 3G internet ishlatadi. Farzandingiz esa 35 minglik tarifda, lekin har oy qo'shimcha internet oladi. Tariflarni joyiga qo'ysangiz, oila bo'yicha katta farq chiqadi. 10-qadam, shoshilmang, lekin kech ham qolmang. Agar operator yangi foydali tarifni vaqtincha taklif qilayotgan bo'lsa, ulanish muddati tugashi mumkin. Shuning uchun tekshirib, hisoblab, shartlarni o'qib, keyin qaror qiling. Lekin ertaga ko'raman deb 1 oy, 2 oy yurish ham zarar, chunki har oy ortiqcha pul ketaveradi. Yana bir muhim maslahat 2 sim ishlatadiganlar uchun. Ba'zan bitta raqamni qo'ng'iroqlar uchun, ikkinchisini internet uchun ishlatish arzon tushadi. Masalan, asosiy raqamda arzon daqiqali tarif, ikkinchi simda esa katta internetda paketi. Lekin bu hamma uchun qulay emas. Telefoningiz 2 simni yaxshi qo'llashi, internet qamrovi yaxshi bo'lishi va siz balanslarni nazorat qila olishingiz kerak. Aks holda chalkashib ketasiz. Agar siz raqamni boshqa operatorga ko'chirishni o'ylayotgan bo'lsangiz, oldin hozirgi operatoringizdagi shaxsiy takliflarni tekshiring. Ba'zan operator mijoz ketmoqchi bo'lsa, unga yaxshiroq shart taklif qilishi mumkin. Lekin bu ham kafolat emas. Men har doim hissiyot bilan emas, raqamlar bilan qaror qilishni maslahat beraman. Qamrov, internet tezligi, ish joyingiz va uyingizdagi signal ham tarifdan kam ahamiyatli emas. Arzon tarifning foydasi yo'q agar uyingizda internet ushlamasa. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, operator reklamasi siz uchun eng foydali tarifni tanlab bermaydi. Siz o'zingiz foydalanishingizni bilsangiz, paketlarni solishtirsangiz, arxiv tarifdan shoshilib chiqib ketmasangiz, pullik xizmatlarni tekshirsangiz, har oy ancha pul tejashingiz mumkin. Yashirin yoki kam reklama qilinadigan tariflar haqiqatan ham bo'lishi mumkin. Lekin ularga ko'r-ko'rna yugurish kerak emas. Eng to'g'ri yo'l foydalanish tarixini ko'rish, real ehtiyojni hisoblash, shartlarni o'qish va faqat keyin ulanish. Hozir videoni yopmasdan operator ilovangizga kirib, tarifingiz nomini, oylik xarajatingizni va qancha internet ishlatganingizni tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Siz qaysi operator tarifidan foydalanasiz, oyiga qancha to'laysiz va paket sizga yetadimi yoki yo'qmi? Balki izohlarda bir-birimizga foydali variantlarni topishga yordam berarmiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini saqlab qoladi. Kech bilgan odam esa oyma-oy ortiqcha to'lashda davom etadi.